O'zalda Chamazorda Imom Buxoriy jome masjidining ro'parasida joylashgan 6 sotuvli 5 ta xonaga ega uyimiz sotuvga qo'yildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana tevadan tushib kelish. Mana bu yerga 2 etajli qilib turib, chiroyli qilib turib do'konlarni qurib ijaraga berib qo'ysa ham bo'lar ekan. Uyimiz uglovoy joyda joylashgan. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir ichkarilarni ham bir tanishtirib o'taman. Shunaqa masjid oldidan uy olaman degan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'ying. The right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. Mana bu yerda qurish uchun qo'shimcha joylari ham bor ekan. Uyni davom ettirib chiroyli qilib qurib yashashga bo'ladi. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. Oshxona, o'tirib ovqatlanadigan xona, sanuzel, tahoratxona alohida ekan. That I hate, I tend to embrace. Wonder why. Ushbu hovlimizda hujjatlar 100% joyida, egalarning raqamlarini videoga yozib qoldim. Avval telefon qiling, narxini kelishuv asosida deb qo'yildi. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q, suvni kanalizatsiyalagacha qilib qo'yilibdi. Shunaqa masjid oldidan uy olaman degan tanishlarga ushbu videoni jo'natib, yurachini qizartirib qo'yishni unutmaysiz.